Farg'ona shahar Mindonobod kottejlariga kelganman. Mindonobod kottej bo'lganda ham Vodiy 5 postdan o'tganimizda birinchi svetofordan chap qo'lga burilganimizda eksotikli kottejlar bor. 5 ta mahalla tushgan. Shularda 3-mahallasida bitta eksotikli kredit pretio sraz nomiga o'tkazib beriladi. Zilyon zona patkilich holatda. Buni ham hamma jihozi qoladimi? Hamma yo'q qoladi. Aka Amerikaga ko'chib ketyapti ekan. Hech narsani olib chiqib ketmayman deyapti. Pul zarur bo'lgan xona sotilyapti. Eksotiklik hech narsa olib chiqib ketilmaydi deyapti. Hech taga kirishimizga bitta mehmonxona, televizorlari bilan birga, ba'da bitta spalni, ba'da yana bitta er-xotin uchun spalni, ba'da sanuzili, tayyor kir mashinasi kiram yuvilyapti ekan. Boshxonasi, ba'da mana so'risi. Mashina olib kiradigan zonasi bor ekan. Ya'ni mashina olib kirsa bo'laveradi bemalol. Ba'da orqasiga so'risi, darvozasi orqasida. Bemalol olib yashasa bo'laveradi. Eksotikli narxi $45,000 sraz nomiga o'tkazib beriladi. Farg'ona shahar Mindonobod, Vodiy 5 post, eksotik like bosib beramiz.